Ko'ringlar, sostengiz bo'ylari ham baland 240lar atrofida buni bo'yi, lekin shkaf ham ixchamginaga o'xshar ekan. Eniga ensiz bo'y baland ekan. Stengi ham xuddi shunaqa. Sostenalari ana shunaqa holatda. Narxi to'g'risi baland aytildi menimcha, arziydimi, uni kommentariy yozib ketasizlar. Meni o'zimning fikrim shunaqa. Endi noma sostena baquvvat menimcha ko'rinishidan juda bir chiroyli narsa, chiroyli bir atmosfera berib turibdi. Buni narxi kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, komplekt 9.500.000 so'm. 9.500.000 so'm. Stenka, shkaf, trimo, tumbalari bilan. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, like bosib, kommentariyada arziydimi, uni kommentariy yozib ketinglar. Xo'p, endi kirmatlashli spanligan turimizga gaplashamiz. Mana bitta ko'ring, sostenali tumbalari bormi? Shkafi ham ixchamgina, matrasli. Aka, bu narxi necha pul? Bu 3.5 million so'm. Qo'yilsa 700 ming qo'shiladi deb qo'ying. Mash holatda matraslari bilan 3.5 million so'm. Agar yangi matras qo'yib bering deydigan bo'lsangiz, matrasida bo'layotgan hozir bundaga matrasi desangiz, yangi matrasi 700 ming so'm qo'shilib olar ekan. Xo'p, buni o'zi matrasi bosilib netgan, faqat usti kir ekan xolos. Sostenasi yaxshi olib turib, keyin o'zi 700 mingga qo'yasiz ham bo'laveradi. Mana. Chinqalari bor ekan. E'tibor qilib qo'yasizlar. Xo'p, endi keladigan bo'lsa divan. 2 kishilik divan. Aka, divanni o'zi necha million komplektmi bu ham? Komplekt 3 million. 3 million. Ruchkalarni qo'yib berishar. Ruchkalar hali qo'yilmabdi. Trimosi bor ekan, shkafi, tumbalari bilan 3 million so'm narxi. Buni ham kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, endi mana tagi ochiladigan, xo'p, spanli bo'ladigan uголogimizga keladigan bo'lsa, 230 ga 330 razmerda. Pufigi bitta ekan adashmasam, hollari ham chiroyli. Bu narxi necha pul aka? Bu 3 million so'm mana shu uгологimiz. Kravat ham bo'ladi, spanli ham bo'ladi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Arziydimi, uni kommentariyada yozib ketinglar. Pastda nomerlari bo'ladi, bo'lmasa Telegram kanalida bo'ladi nomerlar, o'tib aloqaga chiqaverasizlar. Endi mana stenka mana shu 5 talik ko'pchilik uyda bo'ladi. Bu narxi necha pul ekan mana stenka? 1.500.000 so'mga mana shu turishi. Bemalol xarid qilishingiz mumkin. Arziydimi, uni kommentariy yozib ketinglar. Obuna bo'ling, do'stlar, taqib peshingiz chiqmasin. Rahmat hammaga.